Bugun sizlarga bitta emas, ikkita kvartiramizni obzorini qilib beramiz. Shahar markazida joylashgan, Yakkasaroy tumani 8-radom yonida joylashgan, umumiy kvadraturasi 54 kvadraturani tashkil qiladigan 17 qavatli novostroykani 11-qavatida joylashgan kvartiramizni obzorini qilib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek, biz уже yotoqxonamizdamiz. Yotoqxonamizda shunaqa jihozlangan. Yonida shundoqqina balkoni bor va albatta spalniyasi mavjud. Undan tashqari o'z yuvinish xonasiga ham ega bo'lgan. Shunaqa dush, hojatxona va qo'l yuvish joylari qilib qo'yishgan. Shundoqqina yonginasida xonamizni oshxonamiz mavjud. Oshxonamizda shunaqa stroyniy mebellar qilingan. Aytgancha kirish qismimizda shunaqa garderobli shkafimiz mavjud va undan tashqari bu yerda umumiy hojatxonamiz bor, umumiy sanuzlimiz. Xuddi o'sha kvartiramizni shundoqqina yonginasida studiyniy formatda 26 kvadraturaga ega bo'lgan yana bitta kvartiramiz sotuvda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham oshxonasi shunaqa stroyniy mebellar qilib qo'yilgan. Bu yerga bemalol stol deysizlarmi, divan kreslo deysizlarmi, xohlasanglar, xohishinglarga qarab qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Kvartiramizning umumiy kvadraturasini aytib o'tdim, 26 kvadraturani tashkil qiladi. Undan tashqari o'zini yuvinish xonasi ham mavjud o'rtoqlar. Dush, hojatxona va qo'l yuvish uchun joy qilib qo'yishgan va albatta undan tashqari garderobli shkafimiz mavjud. Uy to'g'risidagi barcha to'liq ma'lumotlarni pastda yozilgan telefon raqamlaridan yoki Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Sog' bo'ling.